Uy qurilish qilayotganda ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsa. Jigarlar, biz sizlarga foydali ma'lumot beramiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Ko'rib turganlaringdek, hozir beton plita o'rnatish jarayoni bo'lyapti. Dirmotjon davlat standarti bo'yicha beton plitani razmerini olayotganda necha razmer olish kerak? Beton plitani razmeri olayotganda har bir devorga eng kami 15 ming ish kerak. Eng kamida 15 ming ish kerak. Hozir Rosa 15 ming. rosa 15 sm minyat. Bu davlat standarti bo'yicha shunaqa chiqadi. Standart bo'yicha qo'yib Xo'p, ketamiz. beton plitalaringizni hozir markasiga hisoblaymizmi, nimasiga hisoblaymiz hozir? Mustahkamlik bo'yicha uni yuk ko'tarish hisoblanadi. Har bir kvadrat 800 kg ko'tarish kerak. Ushbu plitalar xuddi o'sha 8 nagruskali plitalar. 8 nagruskada. Buni hozir markasi necha bo'ladi hozir? Betonni markasi 450 marka. 450 marka. Davlat standarti bo'yicha javob beriladi. Sertifikat hammasi bor. Hammasi bor. Endi narx-navosi necha bo'ladi? 12 li armaturada zakaz qilinadigan bo'lsa, har bir kvadrati 220 ming so'mdan dastavka kiralari bepul. Ha, hozir vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Kran xizmati bepul. O'sha brigadirlari o'rnatib olsa bo'ldi. Ustalar terib olishadi xolos. Terib oladi xolos. Aytgan joyiga qo'yib beradi. 220 mingga 250 ming so'm. 250. Juda ham yaxshi. Narx arzon jigarlar. Bu videoni qurilish qilayotgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Albatta foydali ma'lumot bo'ladi. Hammalaringga rahmat.